Assalomu alaykum ahli guruhi, parvozlar, aka-ukalar, hamma salomatmi? Mana ertalabki xo'rozlarimizni pitaniyalari, tuxumlari, aralashmalari hammasi solingan, hammasi aralashma shaklda. Mana nonlari nimasi bor yo'q, hammasi mana ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Magizu, yer yong'oq, mosh, semichka mag'iz, oqjo'xori, hamma narsa aralashmasi tayyor. Akalar, imkon darajasida mana pitaniyani yaxshi chiroyli qilinglar. Xo'rozlarni shamollashidan, boshqadan oldin olib, immuniteti baland bo'lsa, kuch-quvvati baland bo'lsa, imkon darajasi kasal bo'lish ehtimoli kamayadi. Hammaga omad, charchamanglar.